Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yil 30-sentyabr. 5 yil oldu o'z haqqimni talab etdim, hurmatli yurtdoshlar. Meni shu gapirib turgan gaplarimni, ovozimni eshitib bo'lganingizdan keyin ovozimni iliq qo'yib, yana bu kommentariyalarni o'qishlaringiz mumkin. Bu kommentariyalar Furqat Ro'zmetov meni qidiruv berilgan vaqtda yozilgan kommentariyalar bu. Qaranglar, o'qishlaringiz mumkin. Mehribonlik uyindagi qizlar aytilgan gaplari munosabatlaringiz. Ana endi men haqqimni talab etdim. Endi sizlarga ozgina bir tushundirish berib o'taman, qaranglar. Haqqimni talab etdim deb turibman. Endi qaranglar. Musulmonning haqqi dunyodagi barcha narsalardan ustundir. Alloh qayerda? Sizlarga savol. Alloh mo'minning qalbida. İnsonning qalbini shod etishdan savobli ish yo'q. İnsonning qalbini ranjitishdan katta gunoh yo'q. Qaranglar, bir insonning hurmati dunyodagi ko'pchilik narsalarning hurmatidan ustundir. Bir insonning hurmati. Endi hozir mening shu ovozlarimni ilib qo'yib, yana bu Furqat Ro'zmetov meni qidirib bergandagi o'z fikrlaringiz bu. O'zlaringiz o'qib ko'rib baho beringlar. Men xudo xolasa bu o'z haqqimni talab etganim, haqiqat uchun, poraxo'rlik uchun kurashganimni o'zim bilaman. Bu yo'lda menga ne faqat Furqat, ya'niki Furqatga o'xshagan mingta, millionta odam bo'lib birlashib turib gelinglar. Ben Alloh oldinda, bandasini oldinda hech qachon dili qisqa emas. Men yuzim yorug'. O'z haqqimni talab etdim. Afsuski sizlarning shu daraja gunohga batib, shu daraja haqiqatni talab etgan insona nisbatan noto'g'ri kommentariy yozib o'tirganlaringiz, bu sizlar qanchalik gunohga batırib turganini o'zlaringiz buni so'ng tushunib yetasizlar. Lekin men Furqat Ro'zmetov yana baraman. Mana bu kommentariyalarni meni ovozimni ilib qo'ygan holda videoni qaytadan başından boshlab o'zlaringiz yozgan fikrlarni o'zlaringiz o'qib ko'ringlar. 600 dona fikir yazgansılar, men shundan qo'yib olsam bilimmanchasini qo'ydim, bir boricha hozir bir 15 minutlik o'zlaringiz yozgan fikrlarni qo'yib berdim. Xudo xolasa tez kunlarda Furqatning yanına borib turib, men ne ishlatib qo'yganimni, men novlarni ko'rsatib berganimni, men bu temada nechalik haqliqmi, sen haqiqat uchun, adolat uchun kurashgan insoni, poraxo'rlari basharasini açib bergan insoni ne ishlar etib, nishatib internetga chiqarib turganini, sen o'zing mehribonlik uyindagi qizlari nishat chiqarganing, Ekashobindan nishat gapirganing, hozirgi kunda meni Rasul Qo'shirboyev, keyin ana u G'ayrat Do'stov o'z Abror Muxtor ikkinchi o'z manfaati uchun yurdi deganlaring, xalq kommentariya yozgan vaqtda kommentariyangni ilib qo'yganlaring, hammasi doğrusunu olib suhbat etamiz. Mening temamda men senin aqling chiqishmajagini isbotlab beraman. Ekologiya sohasida bu men yurib yurgan soham bo'yicha menchal haqliqma, hujjatlar bilan, qonunlar bilan sen yuriysan-ku o'zingcha. Ana shuda savol javob etamiz sen bilan. Qonuniy hujjatlar asosida sud qarorlarini muhokama etamiz sen. Menga berilgan yer mening haqqim ekanligini, musulmonning haqqi dunyodagi barcha narsadan ustun durishini sen bilmajagingni sana isbotlab beraman. Men haqqimni talab etsam, sen chunki meni nohaqdan tuhmat tashab, kim menga tuhmat tashanini sana ko'rsatib beraman. Men nechun advokat tutmoqqa ketganim, men ichki ishlar diyalasidan norozilik prokuraturaga yozib berganim, bu diyalani tuman prokurori atkaz etib turib, qaytadan meni undan ham og'ir jazo tortish uchun surishtiruv boshlaganda men gitib qolganim, atkaz olgan diyalani shu kuni sotib qolganlari, sen bu gaplara aqling qay darajada chiqishadi, chiqishmaydi. Yine hozir o'zing aytib tursan, shoshma-shoshallik bilan ichki ishlar diyalani o'tkazdi, bizlarning haq huquqimizni paymon etdi, bizlarning haq huquqimiz bor edi, prokuraturaga arz berisha. Prokuratura bilan biz suhbat etsak edik deb turibsan. Bular atkaz etdik deb turib, diyalani shu kuni sot o'tirganini men sana ko'rsatib beraman. Furqat Ro'zmetov tez kunda boraman yanına xudo xolasa. Bütün bir
seni qo'llab-quvvatlaydigan insonlarning inchiqligini ko'rsatib beraman. Qay darajada oq bilan qorani farqini bilmaydigan inson ekanliklarini. Xorazmdan shuning insonlar yetishib chiqib turganidan men ming afsus chekib, bu O'zbekistondan kerak bo'lsa nishk insonlar yetishib chiqqan, hozirgi kunda insonlarning insonligini men ko'rsatib beraman tez kunlarda.
Hurmatli kuzatuvchilar, bu sizlarning o'zingizning fikringiz, ya'ni qonun doirasi kanalına qo'yilgan, meni qidirib qo'ygan videoga yozgan fikrlaringiz. Hammangizga shu haqiqati, ichingizdagi bor gapi yozganlaringiz uchun alohida rahmat. Furqat Ro'zmetopga kelsak, Xudo xolasa tez kunda Furqat Ro'zmetopning yanına borib, sen kim, men kim, fuqarolar kim? Odamlar haqiqati gapirsang, adolatni talab etsang, poraxo'rlikqa qarshi kurashsang, nishq holat bo'lishini men ko'rsatib berdim xolos. Men nafaqat mutasaddi tashkilotlari, men jurnalist blogerlaring ham, xalq ham ko'rsatdim nishqligini. Qaranglar, Alloh menga shuning imkoniyat berib qo'ydiki, men Xudodan boshqa odamning ichida nima borligini bilmaydi. Xudodan boshqa. Men banda bo'lib turib, sizlarning qalbingizni, ichingizni ko'rsatib berdim, aziz yurtdoshlar. Hozir endi bugungi kunda Furqatga kommentariy yozib o'tirganlar, qaranglar, sizlar nishq insonsizlar. Ina imundaqi men bilan Furqat kimligini o'zlaringiz yozib turibsizlar-ku. Endi shu yozgan insonlar o'zgardimi fikrlaringiz? Men endi yomon bo'lib qoldimmi? Qaranglar, men faqatgina ko'zgu ayna tutdim xolos. Sizlara, mutasaddilara, Furqatlara ko'zgu tutdim men. Yana bir gap aytaman, Furqat Ro'zmetov, Abror Muxtor Ali, Quvondiq Boltayev, Shuhrat Musayev, men dim yaxshi bilaman sizlarning qanaqa inson ekanliklaringni. Dim yaxshi bilaman.